Buni hidi go'zal-ku, bu asal-ku, qayerdan olgansizlar buni? Nima qilyapsan, kasofat? Men shu yoqqa ishga kirdim. Seni kim ishga oldi? Men ishga oldim. Ya, xo'jayin? Borishing qilib. Ama Sergildagi filialda emasman. Ha, Midgarodagi betonkadaman, ha, Kelismosdan kelishcha. Kelavering, o'zim kutib olaman. Xo'p. Xo'jayin, o'g'ilchan uyga jo'natib o'raylik, ishlamaydi-da. Ha, ishlayapti-ku. Indamang, yosh bola chiniqadi, ishlayversin. Sumalakka o'tin yig'dim. Ya, xo'jayin ishlamaydi, hozir nimadir boshlaydi bu. Uka qaror. Somsa qilibsizlarmi? Yo'q, Jizzax milliy taomlar kayfiga ochganmiz. Ha, borib bitta somsa olib kel menga. Shunchalik tezmi? Bilsangiz bilarsiz. Bu Jizzax somsani o'ziki bu. Jizzax somsa yeyish uchun Jizzaxga borish shart emas. Shu yerda ham bor. Undan tashqari baliq bor, Hamid Olimjon oshi bor. Yegim kelib ketdi. Ro'zada ham ishlaysizlar? Ha, ro'za oyi 24/7 ishlaymiz. Saharli iftorligiga kelaverarkanmiz. O'zi bitta somsa aytganman, shu ham kelmayapti. Tezroq yeng, bo'lmasa olib ketib qolishadi. Men. Hozir. Charchadim. Uka, qaror. Mendan boshqa odam yo'qmi? Uka, somsa bormi? Somsaxona uzoqda borib kelish kerak. Charchaganman. Somsa qolmadi. Xo'p, shashlik bormi? Shashlikchidan shashlik so'raganda bermagandi. Alam qilsin, yo'q deyman. Shashlik ham yo'q. Nima bor? Nima bor? Tuxum bor. Katta boshliq tekshirishga kelgan ekan. Qaysi tuxum berding? O'zi tuxum yeyman dedi. Я пьяный молодой, бары как домой. Ye, tog'am. Alo, assalomu alaykum tog'a. Ajiyam, biz qishloqdan shaharga uyingga mehmonga boryapmiz. O'zi bir xona uyda tursak nima qiladi shu kelaverib tushunmayman. Bo'ldi, kelaveringizlar. Qachon kelasizlar? Shunga qarab bizlar ham reja qilamiz. Biz kelganmiz, eshigingni tagida turibmiz. Och. Ham bizni tovuqqa tegdamizgina katta ekan-a? Mana uylar shinam ekan-a? Ha, juda qulay. Mehmon kutishga mo'ljallangan. Bir xona. Ayni jiyam biz uzoq yo'ldan kelgan. Charchaganmiz, bir uxlab olsak, qayerda uxlasak bo'lar? Sizlar shu yerda uxlanglar. Sizlar qayerda uxlaysizlar? Bizlar mashinada uxlaymiz desam rahmi keladi. Keyin uyiga ketadi. Ba'zida yetim bo'lmaganimni afsus qilaman. Ma'lumotlarga qaraganda uyga ko'p mehmon kelishi oilaning buzilib ketishiga sabab bo'lar ekan. Baloni yemsan. Uzr kelin. Ya, tog'a, ularga e'tibor bermang, ular gapiraveradi-da. Lekin bilmasa ham gapirmaydi shular. Men bu nima yuvilmagan? Ha? Bir xona bo'lgani uchun yuvilmaganmi? Kelaver ekanda endi, ha, deb mehmonga. Yuvib qo'yman buni, tushunyapsanmi? Vannada uxlab yuribman. Odamda sal kalla bo'lish kerak, kalla. Men yuvib qo'y. O'zi jiyanimga sevganini olib bermagan. O'shaning uchun har kun urush qiladi. Nima ovqat yerkanmiz o'zi? Bilmadim. Zerikmayapsizmi? Ha, yo'q. Bir nima so'rayman deyman, shu viloyatdan keladi-ku, mo domda yuragim siqyapti, zerikib ketdim deyveradi-da, shu sizda shunaqa bo'lmaydimi? Ha, yo'q. Ha, jiyam, bilib turibman, namyoqlaringni tushunyapman, bilmaydi deb o'ylaysan. Bilaman, sen ham bir xonali uyda turib qiynalib ketding. Tog'a, tushunarkansiz-ku. Bilarkansiz-ku o'zingiz shu ichimdan narsalar qanday aytishni bilmay yuruvdim. Mana, yana 3 kun turamiz. Necha marta aytdim, yemasang kasal bo'lasan, tushunyapsanmi? Ye mana ovda. Baqiraver ekansizda molda. Urama hozir. Salom. Qo'shnim Rus babular uyiga kelgan bo'lsa kerak. Adashdingiz, narigi uyga o'tasiz. Ada, uyimni bilaman-u. Dada? Yüzün ko'zgusiga olay hayron. Isming nima? Nappi.
Meni qizimni ismi Nabira. O'xshayapti. Faqat qizim biladigan savol berishim kerak. Seni kim tashab ketgan? O'ziz aytganingizdek, laylak tashab ketgan. Bu gapga faqat qizim ishonardi. Qizalog'im. Hamma narsang o'zgaribdi, farosating o'zgarmabdi-da. Mayli. Yeb bo'lib chiqarsan, o'tin qilamiz. Men dam olgani kelganman. Tez, hali sigir sog'ish kerak. Men sigir sog'ish bilmayman-ku. Nima kiyib olding? Mayli, sigir sog'ish qanday esingdan chiqib ketishi mumkin? Qara, satilda olasan, o'tirasan, qo'yib sigirni sog'ib, sigirga rahmat, sigirjon deb turib ketasan, tushundingmi? Qaytarchi? Satilla olaman, rahmat sigirjon deyman, o'tiraman, keyin nima? Xo'jayin, o'zim sog'ib, kechga olib chiqib bersam bo'lmaydimi? 1 litr sut. Rossiyaga borgandan keyin tashiysan-da pul, kimdan so'ray boshqa? Dada, hozir ishdaman, pulni qanday tashiyman? Muammo emas-ku. Anjir Pay ilovasini Play Marketdan yuklab ol. Yuklab olganing uchun 400 rubl bonus ham beradi. Rossiyadan turib O'zbekistonga Humomi, Uzkartmi, Vizami, Luboy kartaga pul tashlashing bo'ladi. Eng zo'rini aytaymi? Naqd pul ko'rinishida ham yuborsang bo'ladi. U muammo emas, tasha hozir. Xo'p, sizga qancha tashiy? Menga $100 yetadi shu mol halimga. Xo'p, singlimga qancha tashlay? Senga nechta pul kerak? Akang so'rayapti. $500. Senga pul kerak emas ekan, menga pul tashlayver. To'xta, sen $500 pulni nima qilasan? Men 2 yurpidi ko'rga bordim. Stop! Ertadan o'qishni yig'ishtirasan, bormaysan. Nimaga? Sen hali shaharga borganga 10 kun bo'ldi, shuncha o'zgarish. 4 yil o'qisang nima bo'larkin? Bormaysan o'qishga. Keyin o'qimagan ayoldan kim tug'iladi? O'qimagan bola tug'iladi. Alo, aya. Ha, Ro'za tugashiga qancha qoldi? oz qoldi, sabr qil. Kun juda asta o'tyapti-da. Ha, ishlasang tez o'tadi. Nima ish qilaman? Ramazon aytib keldik eshigingizga. Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga. Ramazon aytib keldik eshigingizga. Qo'chqordoy o'g'il bersin beshigingizga. Чё? Dайте деньги. За что деньги? Ramazon aytgan bilan to'yamizmi? Bo'ringani qoidasini buzamizmi? Bo'ringani qoidasini. Bo'ldi, to'xta. Ha, berardim-u. Menda plastikda. Rahmat. Nimaga fonogramma qo'yibsan? Jonli aytsang bo'lmaydimi? Jag'im og'rib qoldi. Jonli aytganingda pul berardim. Maqsad pul bermaslikmi? Ha, pul yo'q. Shu magazin ortida latta putta magazin egasini yapti. Shunaqa yurishing yaxshi. Undan ko'ra ishlasang, o'sha pulni topasan-ku. Qancha topding o'zi? Ramazon aytib keldik bozoringizga. Qo'chqorda savdo bersin bozoringizga. Rahmat. Shuncha pulni nima qilamiz? Tabriklasanglar bo'ladi. Men 15 yoshimda o'zimga gabej sovg'a qildim. Asabimni buzmang. Meni asabim yomon bo'lmaydi deyapman. Meni rashkim yomon. Uraman lekin. Ey! Bo'p qoldinglarmi? Sen jim o'tir. Aka bo'lmaydi deyapman. Ayol hamshira kelsin. Aka, men bu sohada 9 yil o'qiganmi? Ginekologiyada ham o'qiysanmi? Perot qilmoqchi bo'lganmi? O'xshamaganda. O'ta rashkchi er. Bola qachon tug'ilar ekan? Bilmadim, doktorlarni haydayapsiz-ku. Rashkim yomon. 4 ta devorlar orasiga siqilib ketdim. Bolaga kislorod kerak. Ko'chaga qo'ymaysiz. Hech bo'lmasa balkonga chiqaylik. Bo'ldimi, kiramizmi? Shartmidi shu? Rashkim yomon meni. Ana odam qarayapti. Bo'ldi, kiramiz. Yur. Pastda birinchi etajda bitta sari sochli odam yuribdi. Kim edi u? Men qayoqdan bilaman? Rashkim kelyapti. Bilib kelaman hozir.
Men mahbus 726-qamoqxona darchasidan ma'yus boqaman. Maqsadga o't. Uyimga ham jo'natmaysiz. Qarindoshlarimni, uydagilarimni sog'inib ketdim. To'g'ri aytasan. Sen ham qiynab rashkim yomon-da. Mayli, uydagilaring ko'ra qol. Ayla dadang, ana onang o'tib ketdi, ko'rdingmi? Mani xolalaring yuribdi. Men bu odam taniyman. Ana bola nima uchun senga qaragan? Kim edi u? Men nima uchun ko'rmaganman? Qayerga ketyapsan? Meni uyimda nima qilyapsan? Esladimmi oxiri? Meni rashkim yomon, nima qilyapsan? Ada, nima choy damling? Ada! Dada? Nafas olyapti. 8-mart Xitoyda. Sevgan qizimga go'zallik saloni, yangi kosmetikalar, orzu qilgan sumkasini sovg'a qilaman. 8-mart Fransiyada. Sevgan qizimni restoranga taklif qilaman. Hisobni albatta teng bo'lishamiz. Keyin teatrga boramiz, lekin unga gul bermayman. U meni hurmat qilyapti deb o'ylaydi. 8-mart O'zbekistonda hamma ayol qarindoshlarimga sovg'a buyurtma qildim. Restorandan katta joy bron qilishim kerak. Gul ham bo'ladi albatta. Onamga, sevgan qizimga, opamga, Buxorodagi xolamga, tog'amni tog'asini jiyani ham keladi. Ko'proq sovg'a olishim kerak shekilli. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik qiling. Sovg'alarni Uzun marketdan tanlang.